Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uğur Qurultayı İtaliya Kengash Palata əzası Giulio Terzi və Kanada Parlament əzası Alex Dussep tərəfindən 2024 yıllık Nobel Tinchlik mükafatıga ko'rsatildi. İtaliya Kengash Palata əzası Uyghur do'sti Giulio Terzi əpəndim ilgari İtaliyaning tashqi ishlar ministri və İtaliyaning BDT'dagi bosh elchisi bo'lib vazifa o'tagan bo'lib, navbatda u Italiya Kengash Palatasi Yevropa ishlar komissiyonining raisidan iborat. Kanada Parlament əzası Alex Dussep əpəndim bo'lsa, Uyghur irqiy qirg'inchiligining Kanada parlamenti tərəfindən qabul qilinishida və 10 ming Uyg'urni Kanadaga ko'chirib yerlashtirish taklif loyihasining Kanada parlamentida qabul qilinishida boshlamchilik rol o'ynagan parlament a'zolarining biri. Bu Qurultayning ikkinchi qatim Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilishi bo'lib, o'tgan yili Kanada parlamentining a'zosi, Xalqaro kishilik huquq komitetining raisi Samir Zubayri va parlament a'zosi Alex Dussep, Norvegiyadagi yosh liberallar tashkilotining raisi Ani Breivik qatorliqlar Dünya Uğur Qurultayını 2023 yıllık Nobel tinchlik mukofotining nomzodligiga ko'rsatgan edi. Qurultayni Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatuvchilarning Norvegiya Nobel komitetiga yo'llagan iltimosida mundaq deb ko'rsatilgan. Dünya Uğur Qurultayı Nobel tinchlik mukofotiga erishishga tegishli bir tashkilot. Chunki ular Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa turkiy tilli xalqlarga qarata ijro qilayotgan hokim mutlaqlik va zulm asosidagi tuzumga tinchlik shaklda qarshi turib, demokratiya va fuqarolar huquqini olg'a surib keldi. Bo'libmi Uyg'urlarning o'z taqdirini o'z belgilashi uchun tinchlik shaklda kurash qilib keldi. Buning uchun ular majburiy g'oyib qilib etilganlar, siyosiy mahbusga aylanib qolganlar, chet ellarda musofir bo'lib qolganlar degandek ko'plagan kishilarning manfaati uchun tinchlik shaklda qarshilik ko'rsatib keldi. Qurultay raisi Dolqin Ayso apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Dünya Uğur Qurultayini 2024 yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatgan Italiya va Kanada parlamentining a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytadiganligini ifoda qilish bilan birga, buning Uyg'ur xalqi uchun zo'r bir sharaf ekanligini, qurilgan 20 yildan buyon izchil turda mustabid Xitoy hokimiyatining turli hujumlarga, tuhmatlarga, buzg'unchiliklarga va qarilishiga duchor bo'lib kelgan Dünya Uğur Qurultayının xalqaro sahnalarda Xitoy qarshi ilib berayotgan kurashlarining haqli bir kurash ekanligini, ya'ni shundaqla Uyg'ur davosining haqli bir da'vo ekanligini xalqaro jamoatchilik tomonidan rasmiy yo'sinda qabul qilinishining jonliq bir o'rnak ekanligini alohida eskartib o'tdi. Bu munosabat bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dünya Uğur Qurultayının muavin raisi, elga tanilgan strategiya mutaxassisi Dr. Erkin Akram apandim Dünya Uğur Qurultayının bu yilmi yana Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilganligining siyosiy va strategik ahamiyati haqida to'xtalib mundaq dedi. Dünya Uyg'ur Qurultayini Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatish nurg'un Uyg'urlarni xo'shal qilgandek butun Sharq Turkistonlik xalqini xo'shal qildi. Ikkinchidan, bu haqli davoni xalqaro tarafdan qabul qilinganligini va bu davoni, ya'ni Qurultayni ilib borgan davoni to'nigan bo'ldi. Uchinchisi, bu hozirgacha shu xalqaroda ilib borgan faoliyatlarning natijasini qo'g'dab qilishi, mustahkam qilishi, muqim qilishiga cho'ng bir to'pi bo'ldi. Amerikalik tədqiqatçılar və Uyğur siyasi fəaliyyətçilər Xitayning BDT'ning sistemasını buzuş və BDT'ning kişilik hüquq aparatlarını təsir ostiga elish qilmishlariga taqobil turish uchun Amerikaning cho'qim BDT və shuningdek xalqarалық organlarda davomliq a'zo bo'lishi və ta'sirini kuchaytirishi, kishilik huquq organlari və kishilik huquq aktivlarini yaqindan qo'llashi hamda BDT'dagi g'arblik bo'lmagan davlatlar bilan aloqasini kuchaytirish lozimligini ta'kidlashdi. Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komiteti 1 fevral kuni yig'in chaqirib, bu yil 1 ayning 23 kuni BDT'da chaqirilgan Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga qarorli qarab chiqish yig'ini haqida mutaxassislar va faoliyatchilarning fikrini olgan edi. Yig'in mazkur komitetning raislaridan Avam palata a'zosi Christopher Simsning kirish so'zi bilan boshlangan. U Xitoy hukumatining yaqinda o'tkazilgan qarorli qarab chiqish yig'iniga nurg'un kishidan tarkib topgan bir hay'at bilan kelgan bo'lsa-mu, baribir ilgari surmoqchi bo'lgan sapsatisini haqiqatga aylantira olmaganligini bildirgan. U yana Xitoy hukumatining BDT'dagi haqiqiy maqsadi kishilik huquq sistemasini buzish, kishilik huquq aparatlarini ta'sir ostiga elish deb ko'rsatgan. Christopher Sims Xitoy hukumatining BDT'dagi qarorli qarab chiqish yig'inida Xitoyda diniy erkinlik, kishilik huquq, fikr erkinligi, emgekçiler ve ayollar huquq qatorliqlarning kapolatga ega ekanligini ilgari surgan bo'lsa-mu, biroq amaliyotning buning aksi ekanligini tilga oldi
va Xitoy hukumatining Uyg'urlarga mush minutlarda irqiy qirg'inchilikni davom qilayotganligini ta'kidlagan. Mazkur yig'inda doklad berguvchilarning biri Texas Austin University Robert Strauss xalqaro bexatarlik va qonun markazining tadqiqotchisi Rana Sio Inbodun bo'lib, u yig'inda BDTga o'xshash xalqaro organlarni ta'sir ostiga ilish haqida atrofli doklad bergan. Rana Sio Inbodun xonim yig'inda Xitoyning kishilik huquq vaziyatini universal qarorlik tekshirish yig'indagi ahvollarni analiz qilib turib, Xitoy hukumatining bu yig'inda davlatlarning Xitoyning ahvoliga adil va atrofli baho berishiga to'sqinlik qilganligini bayon qilgan. Uning ko'rsatishicha, Xitoyning Janvad heyeti yig'in harpisida boshqa davlatlarning hayatlariga man vakillar umikingizning ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabat va hamkorlikni nazarda tutib Xitoyni qo'llashini va ijobiy takliflarni berishni so'rayman deb yozilgan rasmiy xat avatgan. Natijada 2024-yili 1-oydagi qarorli qarab chiqish yig'inida 163 davlat fikr bayon qilishga tizimlatgan bo'lg'achqa, davlatlarning har biriga aran 45 sekundilla so'zlash vaqti to'g'ri kelgan. Rana xonimning deyishicha, bu Xitoy hukumatining BDTdagi yig'inlarda qo'llanadigan muhim strategiyalarning biri bo'lib, ular bu orqali yig'in vaqtining ko'p qismini Xitoyni maqtaydigan davlatlarning bayonlari bilan egillash orqali tanqidiy bayonlarni g'arq qilib o'tishga urindi ekan. Darvaqa bu qarorli qarab chiqish yig'inida Xitoyning iqtisodiy yordami yoki boshqa qo'llash shakliga tayinadigan taraqqi qilayotgan davlatlar butunlay Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotlarini madiylaydigan, hatto uning bir qism dafsanchilik siyosatlarini qo'llaydigan bayonlarni o'qib o'tgan. Hatto bir qancha davlat vakillari umiga Xitoyning 100 million odamni namoratlikdan qutuldirib, BDTning sijil taraqqiyot nishoniga muddatdan burun yetib kelganligi, Xitoyning boshqa taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan tajriba saboqlardan tang bahramon bo'lib, dehqonchilikni ilgari surishi, yezigilik taraqqiyotini davomli hal qilishi degandek Xitoyning tashviqotiga o'xshash baholarni o'qigan. Rana xonim yana Xitoy hukumatining bu yig'inda hukumat qarmog'idagi tashkilotlarni mustaqil tashkilot deb ko'rsatish, mustaqil tadqiqotchi va organlarga tahdid qilish qatorliq vositalarni qo'llanayotganligini bildirgan. U Xitoyning bu harakatiga taqobil turish uchun Amerikaning cho'qim BDT va shuningdek xalqaro organlarda davomli a'zo bo'lishi va ta'sirini kuchaytirishi, kishilik huquq organlari va kishilik huquq aktivlarini yaqindan qo'llashi hamda BDTdagi g'arblik bo'lmagan davlatlar bilan aloqasini kuchaytirishi lozimligini aytdi. U buning sababini tushuntirganda, bu qatimliq yig'inda Braziliya, Chili va Marshall taqim orollari qatorliq davlatlarning Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga baho berganda adil maydonda turganligini, Somalining Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan muomalasini ayblagan davlatlar qatorida imzo qo'yganligini misol ko'rsatib, bu bizga G'arbiy Yevropa va Shimol Amerikadan boshqa joylarda fursat borligini ko'rsatib berdi. Shunga Amerika yuqorqidek davlatlar bilan aloqani kuchaytirish kerak degan. Rana xonim Amerika davlat majlisiga yo'llagan dokladida texmi tafsiliy fikr takliflarini o'ttirib qo'ygan. Yig'inda guvohlik bergan so'zgichlarning biri bo'lsa, Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim edi. Roshan xonim so'zda bu qatimli Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga qarorli qarab chiqish yig'inida ko'rganlari va his qilganlarini o'rtoqlashish orqali Xitoyning BDTdagi ta'siri haqida to'xtaldi. O mundaq dedi: "Men shuni ta'kidlamoqchimanki, BDT sistemasi Xitoyning g'oyat zo'r besimiga duch kelmoqda. Kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasining 2022-yili 8-oydagi dokladida Xitoy hukumatining Sharq Turkiston harakatlari insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilishi mumkin degan xulosani chiqargan edi. Bilginingizdak bu ayblash intan jiddiy ayblash bo'lib, BDT dalil isbot bo'lmay turib, bundaq bir ayblashni o'tirib qo'ya olmaydi. Biroq bu qatimli qarorli qarab chiqish yig'inida BDT o'z e'lon qilgan yakunni o'tirib qo'ymay, uni qoldirib qo'ydi. Bu qatimli qarorli qarab chiqish yig'iniga o'zining yig'in maydonida borligini, Xitoy hukumatining shu yerdagi Xitoy o'quvchilarini va hukumat qo'llashidagi atalmish ommaviy tashkilotlarning odamlarini tashkillash orqali yig'in zalini to'ldirib o'tganligini, bu sun'iy paydo qilingan qistonchilik sababidan kishilik huquq aktivlari bilan uchrashish va so'zlashishning va ularning yig'in zaliga kirishining qiyinlashtirilganligini bildirgan. Roshan xonim yana Xitoy o'rinlashtirgan kishilarning soatlarcha bu yig'inga kelgan o'ziga o'xshash faoliyatchi va guvohchilarni rasmga tortish, ularning kompyuterlarini marash bilan shug'ullanganligini bildirgan. Roshan xonim so'zida Xitoy hukumatining BDTga o'xshash eng bexatar bo'lishga tegishli joyda faoliyatchilarni, o'qituvchilarni qo'rqitish, parakanda qilish harakatlarini qilganligini eskartib, Xitoy hukumatining jinoyatlari sababidan bu harakatlari uning javobgarlik tortilmaydiganligiga bo'lgan ishonchining yuqorligini ko'rsatib berdi degan. U shunga Amerika hukumatining Xitoyni javobgarlik tortish uchun harakatlarini kuchaytirish lozimligini eskartgan. Yig'inda so'z qilgan mutaxassislar yana Amerikaning Qizil Kristga o'xshash organlar orqali Xitoyning ichiga kirishni qaytadan qo'lga keltirish lozimligini, Xitoyning ichida bo'lishining u yerdagi kishilik huquq va ijtimoiy qurilishlarni qo'llashga foydaliligini bildirgan. Roshan Abbas xonim bo'lsa, Xitoy hukumatining chet ellardagi Uyg'urlarga so'zilayotgan qora qo'lni maqsad qilib olgan. U Amerika hal qilishga tegishli jiddiy masalalarning birining chet ellarda turmada yetayotgan Uyg'urlar masalasi ekanligini bildirgan. Roshan xonim Amerikadan Marakesh va Tayland qatorliq davlatlarga turmalarda yetayotgan Uyg'urlarni qutqizishni talab qilib,
Marrakeshda turmada etayotgan İdris Hasanni maqsad tilga olgan. Roshan xonim yana Amerikaning o'zida siyosiy panohlik ishlar hal bo'lmayotgan Uyg'urlar borligini eskartib, Amerika hech bo'lmaganda bu kishilarning ishini qolaylashtirish kerak degan. Ko'plagan majlis a'zolari qatnashgan bu yig'in 2 soatdan ortiq davom qilgan. Xitoy tamojin doiralarining ilgari surishicha 2023-yili Sharq Turkistonning O'rta Osiyo Jumhuriyatlari bilan bo'lgan import-eksport savdosi oldingi yildagidan 50% ortgan. Urumchi tamojinasi 4 fevral Xitoy taratqularga bergan uchurda rayonning 2023-yillik umumiy import-eksport miqdorining oz-kam 80%ni Sharq Turkistondan O'rta Osiyo Jumhuriyatlariga chiqargan eksport mahsulotlari tashkil qilganligini bildirmoqda. Shinjong gazetining bildirishicha, Sharq Turkiston 2023-yili O'rta Osiyo Jumhuriyatlariga 246 milliard 570 million dollarlik mal eksport qilgan ekan. Lekin hammadan bek diqqat qilarlik nuqtasi buning ichida mashinsozlik va elektronlik mahsulotlar eksportining shiddatli ortishidir. Bu sonliq ma'lumot Xitoy Sharq Turkistondan O'rta Osiyo Jumhuriyatlari orqali Rossiyaga mashinsozlik asboblarini eksport qilib, uning Ukraina qilgan tajovuzchilik urushiga yordam beryapti degan gumon paydo bo'lgan bir vaqt o'ttirg'i chiqqan. Yaqinda Diplomat jurnalida e'lon qilingan bir maqolada Qirg'iziston va O'zbekistonlarning Rossiyaga mashinsozlik asboblari eksportining jiddiy ortganligi, bu mahsulotlarning qo'shni davlatdan import qilingan bo'lish mumkinligi qayd qilingan edi. Shinjong gazetining bildirishicha, 2023-yili Sharq Turkistondan O'rta Osiyo Jumhuriyatlariga 73 milliard 940 million dollarlik mashinsozlik elektronlik buyum eksport qilingan bo'lib, bu umum eksport miqdorining 30%ni tashkil qildi ekan. Xabarlarda 2023-yillik umum eksport miqdorining 23,2%, mashinsozlik va elektronlik buyumlar eksportining oldingi yildagidan 72,3% ortganligi, Sharq Turkistonning Xitoy bo'yicha O'rta Osiyo Jumhuriyatlariga eng ko'p mal eksport qilgan rayon bo'lganligi qayd qilinmoqda. Lekin Adrian Tsensko o'xshash chet el tadqiqotchilarining ogohlantirishicha, yaqinqi 3-4 yil mobaynida Sharq Turkistonning ishlab chiqarish qurilmasi o'zgarish bilan bir vaqtda Uyg'ur majbur emgak kuchlarining ko'lami texmi kengaygan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.